Hammaga salom. Bugun bizga pochta keldi. Pochta kelishi ozroq vaqt talab qildi. Bu boshqa kontora. O'sha pochta, lekin boshqa kontoradan keldi. Xullas ko'rona sotib oldim. Bu ishlaydimi yo'qmi bilmadim. Tekshirishga iloji yo'q, chunki bu boshqa viloyatdan keldi. Va bu rus millatiga mansub ayol kishidan demak sotib oldim. Birgalikda ochib ko'rib, demak ishlatib ko'ramiz. Qani nimasi bor, nimasi yo'q, aybi bor, aybi yo'q bilib olamiz. Qani ketdik. O'rab olish kerak. Buni ochamiz. Qutini olib qo'yamiz chekkaga. Mahkam o'rab olishgan ekan. Eng muhimi sog' butun bo'lsa bo'ladi. Video ozroq cho'zilgan o'xshaydi. Xo'p, demak bizda birinchi o'rinda kutib olinadigan narsa Battlefield 3, Uncharted 3. Uncharted 3 menimcha diski PlayStation ichida bo'lsa kerak, skорее всего. Buniki bor. Biz yangidek holatda disk. Xo'p, keyin shunaqa kompyuterniki bo'lishi kerak bu. Şöyle endi qo'shib berib olish kerak. Call of Duty 2 bu. Bu yerda demak Dangerous Hunt o'yini bor. Bu ham yangi. Bizda demak originalniy joystick DualShock 3. Original. Top kabel, HDMI kabel, Ethernet kabel, hammasi bor. Va salafan tustoy bo'ldi va bizda PlayStation 3 Super Slim. Ishlashi, korpuslari jihati yaxshi ishlatilganga o'xshaydi. Xo'p, lekin plomba ochilgan bo'lishi mumkin yoki bilmadim. Buni demak qo'yib ko'ramiz. Qo'yib ishlatib ko'ramiz. Televizorga qo'yib ishlatib ko'ramiz. Keyin bilib olamiz. Demek yondi. Zaryad o'lgan ekan, umuman yonmayapti. Zaryadga qo'yishdim, zaryad olyapti. Va ulandi ham. Bizda 500 gigabayt. Xotiramiz. O'yinlar demak faqat diskda o'ynalgan, flashga bo'lmagan.
O'yinim ishlayapti. Zakon. Call of Duty Black Ops birinchi chasti Zombie rejim. Video yoqsa like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Hammaga salomat bo'ling.